Allohim yetkazgan buyuk ne'matim, ham fikr, ham dardim, ahli jannatim, borliging, shodliging, ulug' davlatim, o'zimning farishtam, mehribon singlim. Assalomu alaykum yaxshilardan yaxshi insonlarim, yangi kun muborak. Ochiq osmon ostidagi jannat makon yurtimizda shukronali kunlarni nisholayotgan barchani muborak etamiz. Sizlar bilan dil izhorim loyihasi ijodkorlari xizmatingizda va men boshlovchi Madinaxon yana bir qadrdon insonimizni xursand qilish uchun tayyorman. Bizda hayajonli daqiqalar. Qani ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jizzax viloyati G'allaorol tumanida istiqomat qiluvchi Yorqinoy opamiz bilan bog'landimmi? Ha. Xayrli kunlar bo'lsin opajonim, yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Opajonim, sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan 27 yoshingiz ummatlik baxti bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ha, rahmat. Rahmat sizga ham. Ayni damda sizni dil izhorim loyihasi tug'ilgan kun tabriklaridan bezovta qilyapmiz. Boshlovchi Madinaxon bo'laman. Opajonim, bugun bizning loyihamizga o'zgacha bo'lgan tabrik xatlari kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Yaqinlaringiz orasidan kim yuborgan bo'lishi mumkin? Bo'lishi mumkin, o'zingiz ayting. Bilmadim. Aytib qo'ying, o'zingiz ko'pda yuboradiganlar aytolmayapman hozir kimligini. Sizni jonlaridan ortiq yaxshi ko'rguvchi, dunyolarga alishmas mehribon tog'ajoningiz Abduvahhop aka, yangangiz Yulduzxon opamiz nomidan kelibdi. Ha, rahmat. Rahmat sizga ham. Opajonim, ijozat bersangiz, birozgina vaqtingizni olsam-da, ulardan kelgan tabriklarni Allohim qadr qilgancha o'qib eshitirsam, maylimi? Mayli. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum, mening eng go'zal, latofatli, mehribon singiljonim. Bugungi shukronalik ayyomingiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Oq ko'ngilli farishtam, mehrda tengsiz bo'lgan singiljonim. Umringiz uzoq, tanajoningiz sog', martabangiz ulug', iymoningiz mustahkam bo'lsin. Allohimdan nimani so'ragan bo'lsangiz, ortig'i bilan xayrli va barakatli qilib bersin. Ko'zlaringizdan quvonch, yuzlaringizdan tabassum hech qachon arimasin. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga hamisha omon bo'lib yuring. Mehrligim, yuzlari nurligim, mehr muhabbati tengsiz bo'lgan qadrligim. Allohim nasib etsin muborak qadamlaringizni takror Baytullohga yetkazsin. Barcha oila a'zolaringiz, farzandlaringiz va bizning baxtimizga sog' salomat bo'lib yuring. Xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, quvonch va shodlik, tugat bitmas baxt omad tilayman. Qalbingizdagi barcha go'zal ezgu niyatlaringizga yetib yurishingizga tilakdoshman. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib, farzandlaringiz rohatini ko'rib yurishlik nasib qilsin. Allohim yetkazgan buyuk ne'matim, ham fikr, ham dardim, ahli jannatim, borligi, shodligi, ulug' davlatim, o'zimning farishtam, mehribon singlim. Qalbim yarasiga malhamim o'ziz, gullagan bog'im ham chamanim o'ziz, hech darddan iltimos yoshlamang ko'ziz, o'zimning yagonam qadrdon singlim. Ko'zlaringiz yoshlamang, doim omon bo'ling. Yomondan yiroq yuring, yaxshi tomon bo'ling. Yonimda opa deb ko'nglim olib turing. O'zimning jonajon, qadrdon singlim deya joyi bo'lgan o'zlarini, dil izhorlarini va she'riy maktublarini aynan siz uchun jigarlaringiz yo'llab o'tibdilar. Opajonim, suhbatimiz loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizni ham mehribon tog'ajoningiz, kelinoyingizga tilaklaringiz bo'lsa yo'llab qolishingiz mumkin. Biroz soniyalardan so'ng ular bizni tinglaydilar. Ha, rahmat katta. Tilaklarim bizlarga yaxshi niyatlari yo'q. Nimaiki niyat qilgan bo'lsa, erishgan. Xursand bo'ldim, rahmat. Rahmat kattakon, ilohim aytganingiz kelsin. Hamisha hardam bor ilohim.
Hamisha har dam barcha yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib, bugungi tug'ilgan kunlarni, ro'zai Ramazon oylarini a'lo kayfiyatda o'tkazib olinglar deya qo'ng'irog'imizni yakunlaymiz. Rahmat katta sizga. Rahmat kattakon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.